Assalamu alaykum, hürmetlik oqurmanlar. Tim Hortonda ishlagan ayol nomliq bu povest bir to'qilma adabiy asar bo'lib, hech kimning reallikdagi hayot hikoyasi emas. Avtor bu asar orqali vatanidan ayrilib, Kanadaga ko'chman bo'lgan Uyg'urlarning o'zi bilmaydigan Yiroq, Shimoliy Amerika qit'asiga kelib joylashish ahvollari, inglizcha o'qish va ish tepish jarayonida duch kelgan qiyinchiliklari, ona vatanini seg'inishlarini sinoq tariqasida yezib, kelajak avlodlarga qoldirib qo'yish maqsadida qo'lga qalam olgan. Uyg'urlarning chet ellardagi hayot kechmishlari haqida ko'plagan asarlar maydonga kelsin. Bu asar xuddi New Yorkdagi Beijingliklar degan asarga o'xshash, Kanadadagi Sharq Turkistonlik Uyg'urlar degan mavzu ostida kelajakda yoziladigan adabiy asarlarimning sinoq nusxasi. Yer yuzida tunji bo'lib qalam tavratgan İdris alayhissalomning bizga topshirgan tavarruk qalamlarini to'g'riliq va haq adolat uchun bir umr tavratishga Alloh nasib qilgay. Kurashlar ichidagi eng sarxil kurash qalam kurshidir. Bugunimiz haqida qalam tavratish avlodlarimizning kelajakning tarixini yaxshi yozish uchundir. Qalbimizda armonlar va planlar ko'p. Allah ashu armonlar yo'lida qalamlarimizni ching va mustahkam tutishga nasib qilgay. Agar Kanadaga kelish nasib bo'lib qolsa, otayidan Tim Hortonga kirib, qahvasini ichib qo'ying va Uyg'ur ayollarning o'zi bilmaydigan yot bir davlatlarda igilik tiklash yo'lida izdanganligini xotirlab qo'ying. Men bu asrim orqali Washingtonda, New Yorkda, İstanbulda, Amsterdamda, Munixda, Cenevada, Osloda, Sydneyda, Adelaide'da yaşayotgan Uyg'urlarning turmushi aks ettirilgan asarlarning ko'plab maydonga kelishiga jasorat bermoqchiman. Tim Hortonda ishlagan ayol. Povest. Avtori Gulshan Abduqodir. Birinchi qismi. Tim Hortonga kirishib qilish. Mening ismim Maryamgul Abdurahmon. Ammo kimligimga Maliyamoguli Abdurahmon deb yozilgan. Mening bu kelangsiz pichilgan tondak ismimni so'rab, Kanadaga kelganimga to'g'ri bir hafta bo'ldi. Mening milliy kimligim jihatda yotlar tarafidan ustimga ortib qo'yilgan yuklar bakchiq. Tashlab etishga qancha tirishsam-mu, tashlab etolmayapman. Bu jihatda men xuddi dumbisida hayoti bo'yicha bir nimalarni ko'tarib yuradigan, uni ozdab tabiatshunoslar tarafidan kuzatish asbobi o'rinlashtirilib, dengizga tashlab etilgan toshbaqqa o'xshaydim. Bu Pioralning tazimi jondan o'tkadak ochiq sovuq kunlari edi. Men qorni va sovuqni yaxshi ko'raman. Qor ko'rib, sovuq ko'rib cho'ng bo'lgan kishilar qaysar, mard va mardona bo'ladi. Xuddi menga o'xshash. O'zini maqtavotidi deb kulmanglar. Alloh mard va mardona odamlarga dunyoning narda bo'lsin, u yaxshi ko'radigan narsalarni berdi. Men tug'ilgan ashu xilvat shahardimi qor ko'p yog'atdi ham qattiq sovuq bo'ladi.
Kanadadımı şundaqken. Ondaq bo'lishi Kanada bilan mening ona shahrimning o'xshash bir meridian siziqiga to'g'ri kelganligidan bo'lsa kerak. Men Kanadaga kelib, u qutubdan bu qutubga sakrab ketdim deb pushaymon qilmayman. Har qancha sakrasammo, yanala qor lapildab yog'adigan, qattiq sovuq bo'ladigan bir davlatga tushibdiman. Nimala degan bilan, men tug'ilgan shahar bilan o'xshashligi bor ekan. Sahar uyg'onsam, sirtda qor lapildab yog'ayotgan ekan. Men darizamning yeniga kelib, qorni tomosha qildim. Vatanda kishilar qorni tasvirlab, paxtakdak, to'rg'aydak yig'iyotidi deb yozatdi. Men qorni boshqa bir narsaga o'xshatib baxmoqchi bo'ldim. Ammo damalliqqa kallamga bir narsa kelmadi. Yig'iyotgani oppoq qor. Ammo bu yanali Kanadaning qori bo'lg'achqa, o'zimning qoridak his qilmayotdim. Ichki dunyorimda bu qor mening qorim emas. Xalqning qoridak bilinmoqda edi. Shuningdan qaraganda, har qanday odamda yot narsalarni o'gaylash hissiyoti bo'ladigan o'xshaydi. Mening shahrimmo mana shundoq oppoq libos qilganganmidi? Deb o'z-o'zimga savol qo'yib, yana o'z-o'zimga cho'qim purkandi deb javob berib degandek Kanadadagi qor bilan pichirlashmoqdaman. Fevral oylarda mening shahrimdagi butkul dal-daraxt ayvon saroyining o'gizlaridan tortib butun zimin oppoq to'n kiyib, oppoq qor odamlarni yasab, fevralning qattiq rayimsiz sovuqi elib kelgan yo'qotishlar uchun matam tutudi. Fevralda men tug'ilgan ashu xilvat shahardagi qorlarni dassisingiz, qordan, ya'ni zimindan g'ich qilgan sado keladi. Bu ziminning fevralning jondan o'tkidak ochiq sovuq sababidan ziyon tortganlarga qaytirayotgan hissdoshlik cho'qani. Lapildab yig'iyotgan Kanadaning qori mening xiyollarimni to'limi uzoqda qolgan, men tug'ilgan ashu o'zim barangliq quruq boshlab kirdi. Qish kunlari dadamning qor tozlashiga yordamlashatdim. Quruqi to'langan qorlarni zambilga selib, dadam bir tarpidan, men bir tarpidan ko'tirib, quruqimiz oldidagi o'stanga ilib chiqib to'katdik. Shundaq chog'larda dadam meni o'g'il boladek qizimda, "Hey, o'g'il bola bo'lib qolgan bo'lsang, jiq ishlarni qilatding" deb maqtaydi. Dada, Kanada degan davlatdimi qor bak qilin yig'ibdi bu yil. Deydim men dadam bilan qor to'shig'ach paranglashib. Nereden anglading Kanadada qorning jiq yoqqanini? Televizordan ko'rdim. Voy bicharalar. Ularmi bizdek qor tozlaydigan jafokashlar ekanda imsa? Degan edi dadam qorni supurgach. Yo'q, ular qorni asosan tuz chechib eritib etadigan. Degan edim men dadamga. Men Kanadaning Toronto shahriga joylashgan oyliqini $1200 ijaraga olgan bu binoning 3-qavatidagi uyimning darisidan pastga qardim. Yanala hamma odamning qo'lida Tim Horton degan xat yozilgan. Ba'zilarining qisqa, ba'zilarining o'tirhol, ba'zilarining tazimo uzun tura kelgan, og'zi mahkam etilgan
karton qog'ozda yasalgan bir stakanni ko'tarib olganliklarini ko'rdim. Men bu manzarni Torontoga kelgan tunji kuni Aydorimdan uyga kelgichi bo'lgan jarayondimi, sirtda soda setiq chiqqandimi, magazin va yo'llardimi ko'p uchratgan va bu nima ishdi deb hayron bo'lgan edim. Men uyimning darasidan pastga tikilib xeyligacha qarab turdim. Va bu ingliz degan haq sorangmi nima? Jangjang soğuqda qo'lini yanchiqqa salmay, nimishqa karton stakan ko'tarib oladigandu, dedim ichimda. Birdilla ichimga jin kirdi. Hamma odam ko'tarib oladigan Tim Horton degan xat yozilgan bu karton stakanning nima va qandaq narsa ekanligiga bo'lgan qiziqish meni bu qorliq saharda natunish Toronto ko'chalariga so'rab chiqmoqchi bo'ldi. Men asta yataq uyimga kirdim. Yo'ldoshim yarim kechagacha Obamaning saylam raqobati jarayonini, ondan Turkiyaning Kurtlar vodisi Posu degan filmini ko'rgan bo'lg'achqa, hozir o'rnidan turdigandek emas edi. Men uxlash kiyimimni almashtirdim-da, qizim Vatangul bilan o'g'lim Tuproqjonning yataq uyiga kirdim. Ular saharning shirin va tatliq uyqusiga g'arq bo'lgan edi. Aslida vatandagi vaqtimizda o'g'limning ismi Odiljon, qizimning ismi Dilara edi. Chet ellarda ko'p sargandar bo'lib yurib, vatan va tuproqqa hasrat, nadomatda qolganligimiz uchun o'g'limiz bilan qizimizning ismini ana shundoq almashtirib etgan edik. Men ustimga paltoyimni, putimga o'tigimni kiydimda asta eshikdan chiqdim. Binodan chiqishim bilan burnimga sovuq, ammo sop qish havosi urildi. Sahar bo'lganiga qaramay, Toronto ko'chalari odam bilan liq to'lgan edi. Men yanala o'zim qiziqqan va orqasidan agashtirgan Tim Hortonning nimaligini va nadan keldiganligini bilish halakchiligida ichimda, hey, qiziq, o narsani hamma odam ko'tarib oldi ekan-a? Xuddi ocharchilik yillarida go'ngshidan tarqitilgan seriq jingmomidek deb g'udirabmi qo'ydim. Men bir besib, ikki besib, Avat Toronto ko'chalarining piyodalar yo'lida nihoyat ehtiyot bilan ketyapman. Bir eg'izmo inglizcha bilmayman. Uni azdab qaytishda uyimni tepib kelishimning o'zimi bir masala. Shunglashqa uyim joylashgan binodan chiqibla o'ngga burilib udilmandim. Chunki qaytganda solga burilib udilmansam uyimni tepib kelalayman deb o'yladim. Har ehtimolga qarshi bizning binoning udilidagi Coffee Time degan qahva sotadigan do'konni belgi qilib oldim. Mengavataman va ichimda o'ylayapman. Bundaq saharda, bu ko'chada, bu Torontoda, bu Ontario o'lkasida, balki butun Kanada ko'chasida ketayotgan birdan bir Uyg'ur mendurman deb. Men yana ichimda, hey, Uyg'ur degan yomon millatchimi? Dunyoning u chetidagi Kanada seni tepib kelalidi deb Kanadaga xitobmi qilib qo'ymoqda edim. Hey, hayot, men bundan bir necha yil burun vatandagi ashu xilvat shahrimda edim. Ashu dunyoga natunish, ammo o'ziga xos qimmatli narsalar bo'lgan go'zal shaharning erki qizi edim. Beshimizga kelgan har xil kulfatlarga qaramay, qadamlarim va qomatim mag'rur edi. Endilikda yo'chun bir shaharda
xudiksirash va yotsirash qatorliq nurg'unlagan ro'yi holatlar bilan qadamlarimni qo'rinib bosmoqdaman. Mana bugun dunyoning yana bir chekisida yuribdiman. Men bu yerda saharda yangi bir kunni, yangi bir quyoshni kutib olyapman. Ammo mening shahrimning xalqi hozir qorong'u uzun bir kechining hozirligida. Qayerda tongning otadiganligiga, shundaqla qayerda qorong'u kechining boshlanadiganligiga odamlar qaror bera olmaydi. Yana shundaqla tong etish soati va navbat kelganda hech qanday bir qudratli kuchmi tongning yorishini va quyoshning ko'tarilishini to'sib qala olmaydi. Qor va yomg'irmi shundaq. Qish simstonlaridan derak beradigan oppoq qor bilan bahorga simol yomg'ir yozg'uvchilar qalamida bir-biriga tubdan zid ikki simvolliq uqum. Ammo qor va yomg'ir yog'man desa, hech kim uni to'xtata olmaydi albatta. Odam apreyda bo'lgandan tortib, qor qismistonni chillab, yomg'ir bahorning sodiq elchisi bo'lib yig'ib kelaverdi. Yomg'irning bahor elchiligidan iborat bu amalini tarixda kelib ketgan, qamchi pulanglatgan, amdilikda ilg'or texnikasini pulanglatayotgan har qanday bir qudratli kuchmi elib tashlab talmadi. Qor bilan yomg'irning biri xayrga, biri sharriga vakillik qilish qonuniyati. Dunyo yaralganda shundaq yaralgan. Hozirmi shundaq. Dunyo oxirlashgandimi ham shundaq oxirlashadi. Lab yig'ayotgan qor meni ruhlantirgan edi. Men o'zim bilan paranglashib, yuqoridagi tafakkurlarimni qilib, yo'lning o'ng chetida timiz qilib mengib, Tim Horton degan xat yozilgan u karton stakanning zodi nadin chiqadiganligini izlab ketyapman. Ba'zida beshimni ko'tarib, binolarga qarabmi qo'yman. Uyimdan uzoqlashgan siri ko'nglimni azroq tashvish va andish qaplashga boshladi. Xudo saqlasin bu inglizlarning mendan gap so'rab qilishini. No debla qarab turadigan gap. Yo'lda biror xatolik o'tkazib qo'yishdan texmi ansirayman. Chunki tilim yo'q. Shundaq bo'lganimga qaramay, menga kim qo'yibdi iz qo'g'lashni? Men ya razvedchik olmas apandi bo'lmasam. Turibli xiyolimga Turkiya, kechi bo'lmas jonliq shahar Istanbul kelib qoldi. Istanbul bilan Toronto hissiyat jihatdan tubdan o'xshamaydigan shahar. Toronto jimjit, timtas, shavqin suransiz, hamma odam jimjit, o'z yo'llariga ravon, bir qo'lida Tim Horton, yana bir qo'lida gazet. Avtobus, tramvay va poyezdlarda hamma o'z-o'zi bilan yoki gazet o'qiyotgan va yoki yonchuqidan qalamini chiqarib, gazetlardagi so'z tepish o'yinlarini o'ynashayotgan. Mendek yangi keldaxullarning bir mezgil jeni siqilib qoladi bu shaharda. Bu ma'nodan aytganda Toronto qaysi bir Uyg'urcha naqshida tilga ilingan qalmoq butidak yayrim degan o'xshatishga bak tushidi. Ammo Istanbul undaq emas. Istanbul degan chaqda ko'z oldinga go'zallik bilan erlarni masxush, ayollarni hasadxo'rlikqa mubtalo qiladigan go'zal va mungluq ovozi bilan naqshi esa qushlarni uchishdan to'xtab tinshaydigan noz karashma, romantik va hissiyatga boy bir go'zal jonon ko'z oldingda namoyon bo'ladi.
İstanbul xiyolimga kelishi bilan ko'nglim buzilgandek bo'ldim. Har holda İstanbulda vatansizlikning dardi bak bilinib ketmagan edi. Har kuni jamiladan ko'tarilayotgan azon ovozi yuragingni larzaga soladi. Atrofingdagi hamma narsa sana yaqin va tonish. Yeganning, ichgan suying halol. Yo'lda ketayotgan bir ayolni "Hey abla", ya'ni hada, dapla tutib elib, "Palon yer qayerda?" deb Uyg'urcha so'rsangmi, seni qo'lingdan yetlab apirib qo'yadi. Davomi bor. Tim Hortonda ishlagan ayol. Post. Abdori Gulshan Abduqodir. Birinchi qism Tim Hortonga kirishib qilish. Davomi. Shundoq abjash xiyollarni surib ketib, yo'lning sol tarafidagi egiz to'rikka esilgan yo'g'on e'lon taxtasidagi Tim Horton degan yo'g'on xatga ko'zim tushib qoldi. Xatning atrofida yana kishilar qo'llarida ko'tarib olishgan ashu karton istakanlar hamda bir muncha mushular yeydigan narsalarning rasmi tushirilgan edi. "Ha, oxir topdim", dedim men va suratimni sal itiklatdim. Ajab qattiq sovuq bo'lgani qaramay, Kanadaning qorlaridan bizning u yerdagidek g'ich qilgan ovoz chiqmaydi ekan-a? deb so'rdim o'z-o'zimdan. Orqada yana o'z-o'zimga javob berdim. Bu vatanni osonli qo'lga elib qolgan bo'lg'achqa shundoqdir balkim. Shu topdi men vatanimdagi qorlarni dastasi chiqadigan g'ich ovozlardanmi g'ururlangandek bir hissiyotga cho'mdim. Tuyuqsiz xiyollarim balaliq aslamalarimga ko'chdi. O'ttir maktabda o'qiyotgan chog'larim edi. Dunyo jug'rafiyasi o'tadigan Tursun Muhammad muallimning o'tgan darslari ichida Kanadadagi Niagara shaqratmasi bilan Braziliyaning qo'noq ishlab chiqarishida dunyoga dangliq ekanligi haqidagi dars ilmi esimda. Lavlarini biz o'zi yog'oqqina kelgan bu muallim Kanadadagi dangliq Niagara shaqratmasi haqida harakatlar bilan kirishib turib so'zlab sinfdagilarga xuddi Niagara shaqratmasining yanada turayotgandek bir sezim beradi. "Hey, Braziliyaga berib qo'noq yeb kelamdoq." Men kichik bir bag'oqchiga bu qurlarni yozdimda, orqamda o'ltirdigan Raziyaning ustiliga chondurmay qo'yib qo'ydim dars vaqtida. Bir tarafdan Tursun Muhammad muallim chin qilib so'zlamoqda edi. Yo'llagan bag'oqchamdan javob keldi. Uningga Raziya mundaq javob yozibdi: "Puchilangan qo'noq yemsan yoki suvda pishqannimi?" Men chaqchaq aralash javob qaytardim uningga. "Izora o'z qo'li bilan puchilab bergan qo'noqni yeyman." Bu mezgillarda Braziliyaning Didak Izora nomli kino ssenariysi vatanda qo'yilayotgan chog'lar edi. Raziyadan javob keldi. "Xalqlar bizga palonchi qo'noq deb laqam qo'yib qo'ymasin yana." Ostiga Raziyaning yanida o'ltirdigan Odil mundaq bir kuplet qo'shiq qo'shib qo'yibdi. "Baldiqi baldoq, oq baldoq, Braziliya baldiqi, g'achur-g'uchur chaynaysan, qarag'onga bermaysan" deb baldoq setib ketsanglar ha?
Мен u chaqda Chingguanbanda, ya'ni shahar boshqarish ishlasamkan deb orzu qilamanda, chilikinglarni o'rotadiganqa. Bag'araz. Men javob qaytirdim, to'shib ketay deb qolgan bog'oqchining bir buling'iga qistab yezib. Oramizni timtasliq qopladi. Ammo Tursun Muhammad Malim nipiz kalpukliq og'zi bilan xinimlardek süzülüp turib so'zlamoqda. Savoqdoshlar, oldingi qitimliq darsimizda so'zlagan dunyodagi eng mashhur joylar qaysilar degan mazmunni takrorlaymiz. Nuriya, siz daqiqinga dunyodagi eng mashhur shoqiratmalarning biri bo'lgan Niagara shoqiratmasi qaysi davlatga joylashgan? Niagara shoqiratmasining sayohatchilarni jalb qilish ahvoli qandoq? Niagara shoqiratmasi-chi? Men yana bir yangi bog'oqchi yo'llab etdim. Bog'im bakpa, ammo qo'rqaman. Nimaga qo'rqsan? Chegaralarning taqilib kelishidan. Bu degan qaysi davr? G'alati gap qo'p vadash. Momam Sovetga ketganda chegara taqilib qilib 20 yildan keyin ichilibdi ekan. Ammo opam Olmataga borganda momam allaqachon vafot bo'lib ketgan ekan. Ammo u chaqqa hozir o'xshamaydi. Chegaralar hargiz taqalmaydi. Mümkün emas. Kupurliq so'zlama. Taqilib qolsa qandoq qilasan? Vatanga kelolmay to'ysan toza. Tanaffusda so'zlashaylik. Men bog'oqchi yo'llashni oxirlashtirdim. Kanada haqidagi bilishlarim yuqoriqidan iborat edi. Xiyolimdagi Kanada men xiyol qiladigan, ammo qo'l yetmaydigan shaptil edi. Rost debdikansan savoqdishim. Hozir Uyg'ur uchun dunyoning hamma chegaralar taqoq. Oxiri manzilimga yetib keldim. Ammo u Tim Horton yo'lning o tarafida. Men yo'lni kesib u tarafga o'tishim kerak. Qaytishda iz qilib qolmaslik uchun to'rt atrofga astoydil qarab, do'qmishdagi do'kon va alayda narsalarni belgi qilib oldim. Men boshqa kishilar qatorida Tim Hortonning eshigini asta ichib, ichiga kirdim. Burnimga ko'ppada mezilik qahva purqi keldi. Bildimki, kishilarning saharda, tushda va kechda qo'lidan tushirmay ko'tarib yurgani qahva ekan. Tim Horton degan qahva markasi hamda qahvaxona ekan. Do'konning ichi qahva uchun o'chratda turgan odamlar bilan mig'ildab ketgan edi. Menmo o'sha odamlar qatorida o'chratda turdim. Next. Ya'ni yana bir xaridor deb vaqiraydi. Prikazchik qiz nihoyatda tezlikda. Men o'chratda turg'ach Tim Hortonning ichida ishlayotgan ishchilarning ish harakatlarini kuzatishga boshladim. Tezkorning ichi nihoyatda kichik bo'lganiga qaramay, nihoyatda nurg'un odamlar intayin tezlikda xuddi chumulalardek chipib yurib, qahva, choy va yana qandaqdir bir nimalarni yasash bilan avar edi. Ular quloqlariga mikrofon taqib olgan bo'lib, to'xtamay kimlardir birlari bilan so'zlashib turadi.
Ularning qo'llari to'xtamay bir narsa yasab, ig'izlari to'xtamay so'zlab turadi. Qarshi tarafda bir dariza bo'lib, bir mashina u yerga kelib to'xtashi bilan xizmatchilar chaqqonlik bilan qahva qatorliq narsalarni ashu darizadan shofirga uzatib beradi. Bu harakatlar ixtiyorsiz holda men kichik vaqtimda ko'rgan Charles Chaplin degan kinoni eslatdi. Mening odamlarning bundaq tez harakat qiladiganini tunji qatim ko'rishim bo'lg'achqa, sal beshim qo'ygandek bo'ldim. Ham hayronlik, ham qiziqish ichida o'chirtimning kelib qolganligini bilmay qoptiman. Prikazchik qizning "Excuse me" degan yiqimliq ovozi bilan aslimga keldim. Prikazchik qiz menga yiqimliq kulimsirab, nima oladiganligimni so'rab qarab turadi. Men xeyli g'o'diqib va tamtirab turib, og'zimga o'ng'ayli kelgani bo'yicha "Kofe" dedim. Orqadan prikazchik qiz bir nimalarni deb so'zlab ketdi. Men uning nima deganligini anqira olmay jimmida turib qoldim. Qiz menga cho'ng, kichik, o'tiral karton istakanlarni ko'rsatdi. Men "Yes, yes" deb qarabla turdim. Prikazchik qiz yana ustiga "Large" degan xat yozilgan karton istakanni ko'rsatdi. Yana "Yes" dedim. Qiz yana nimalarni devidi? Yanala "Yes" deb qarab turdim. Oxiri qahva damlayotgan bir yosh yigit menga uzun "Large" degan xat bilan birga Tim Horton degan xat yozilgan, og'izlari mahkam yepilgan qutini qo'limga berdi. Men "Thank you" deb qo'limga oldim. Mening biladiganim faqat inglizchadagi "Yes", "No" va "Thank you" edi. Qo'limga qahvani ilib, bir o'rindiqni tepib, o'ltirib olgacha beshimdan tutun chiqib ketdi. Dedim men paltorimni silib, o'rindiq ustiga ortgandan keyin. Xo'sh, Kanada Tim Hortonni tepib oldik, dedim o'z-o'zimga pichirlab. Orqada yana qancha ming kilometr yiroqlikdagi seni tepib kelgan yerda Tim Hortoningni topmoq qanchalik ishdi deb yana o'z-o'zimga javob berdim. Amdiki masala Tim Hortonning ustiga mahkam yepilgan plastik og'zini qandoq ichish masalasi edi. Men atrofimdagilarga qarab yurib, oragan tasda istakan ustidagi ichish belgisi qilib qo'ygan yerdagi siziqlar bo'yicha ishchidigan yerni tepib oldim. Eg'izining sal o'shiqcha yirtilib ketganini va qahvarimning ozroq to'kilib ketganini hisobga olmaganda, Tim Hortonning og'zini natijalik ichib oldim deb qarsammi bo'ladi. Men o'z-o'zimga nima bo'ladi bunchalik yirtilib ketganga? Buning og'zini tunchi qatim ichishim tursa deb tasalli berdim. Hamda atrofimga bir qarab etib, yana o'z-o'zimga bu yerda hech bir uyg'ur bo'lmagandan keyin zonliq qiladigan bu inglizlarni ya men tonimasam deb o'zimni g'olib ko'rsatishga tirishdim. Endi navbat Tim Hortonni ichishga keldi. Asta avaylab qahvani og'zimga oldimda ochiq va qirtaq bir sezim tüpeylidan yondirvatkili tasla qoldim. G'ururim va nomusim kuchli kelib chidab turib yutivatdimda, xuddi
xuddi zahar yutib olgan odamdek qiynaldim. Aslida bu qora qahva, ya'ni inglizcha black coffee ekan. O'ttirdiki til uqishmaslik sababidan prikazchik yigit menga süt, qaymoq va shakarsiz qora qahva bergan ekan. Shundaq qilib men Tim Hortonning ichida Kanadalik xaridorlarga mulozimat qilayotgan prikazchiklarning mashg'ulot jarayonini kuzatib, alohizal 1 soatga yaqin o'ltirdim. Bu yerda men hayotimda hech ko'rib baxmagan hayron qolarlik sur'at va tezlik bor edi. Tuyuqsiz kallamga men bu yerga kiralarmanmi degan savol keldi. Arqadilla mumkin emas deb javob berdim o'z-o'zimga. Chunki hozirgi mening saviyam bilan Tim Hortonning saviyasi o'tirsada bak uzun bir musofa tashlanib yotadi. Javobni berib bo'lgandan keyin vujudimda tug'ma bor bo'lgan bir narsaga qiziqib, kirishib qilish psixikasi meni yana g'idiqlig'ili turdi. Arqadilla o'z-o'zimga yana yo'q, undaq emas. Cho'qim kiralayman. Mushular kirib ishlagan yerga men nimishqa kirolmaydi ekanman, dedim qat'iy niyatda. Men ertadan boshlab til o'rganadigan maktabga berib, inglizcha o'rganishni boshlash qaroriga keldim va o'rnimdan turib, paltorimni kiydimda Tim Hortondan ayrildim. Tim Hortondan qaytish safarimda vujudimni Tim Hortonda ishlash ishtiyoqi qoplab oldi. O'zimdan nurg'un savollarni so'rdim va yana uningga o'zim javob berdim. Qarab tur, cho'qim ishlayman. Bu yerda cho'qim deb ketdim men yana. Yo'lda ketib, men yana Tim Hortondan iborat o'qir egiz bir atqa qiziqib qolganligimni yo'ldoshimga demaslik qaroriga keldim. Chunki u meni xushtorman, kirishib qoladigan deb zanglik qiladi. Hayotimda men ko'p narsalarga qiziqib, xushtor bo'lib kirishib qolgan. Bu kirishish shundoq mustahkam ediki, yo'ldoshim bu kirishishdan meni tortib chiqarman debmi chiqara olmagan. Bundaq kirishishlarning biri Kanadaga kelish. Vatandagi tilga ilishqa arzigidek kirishib qolgan chog'larim bo'lsa, buningdan 15-20 yillar ilgari televiziya stansiyasida programma ko'tarib olishga kirishib qilish bo'lgan edi. İdara rahbarligimiz Uyg'ur tahrir bo'limining boshqarishida 20 soatlik maxsus programma ochadiganligini, buni xizmatchi xodimlarga o'ttiga beradiganligini, programmaning haftada bir qatim ko'rsatiladiganligini, yillik o'ttiga ilish summasi 30 ming yuan bo'ladiganligini, programmaning ichida 5 minutlik e'lon vaqti berildiganligini, programmaning odam va shaxs shundaqla idora jamiyat korxonalarni tonishtirish programmasi bo'ladiganligi va tanishtirilgan o'rinlardan pul ilindiganligi, ko'tara olg'uchining maoshi 1 yilgacha tutib qilindiganligi, agar vazifani o'rinlasa 1 yillik maoshni to'liq bergandan boshqa oshirgan qismini o'ttiga olg'uchi oladiganligini bildirganda zal ichida g'ulg'ul ko'tarilgan edi. Chunki bundan 20 yil avval 30 ming yuan xalq puli deganning hozirgi 300 ming yuanda qimmati bor edi. Bu mayatda Deng Xiaoping o'ttirg'i qo'ygan
Ақ мүшік, қары мүшік, чашқан тұтқан, яқшы мүшік деген тәшвиқатының bir parçası edi. Әмма мен bu программаға қызыққан һәм кірішіп қалған едім. Натоныш Торонто көчелерді кетіп аттым. Қолымда Тим Хортон. Xuddi tashqi planetdan kelib qolgan odamdek bu shaharni yot his qilmoqdaman. Men odamlarni ko'rayotgandek, ammo odamlar meni ko'rmayotgandek bir sezim bor edi ichimda. Atrofimdagi odamlar chehrdan qandaqdir mag'rur va umidvorlik, jasorat va xotirjamlik alomatlari chiqib turadi. Yenimdan o'tib ketayotgan kishilarning quloqimga anglanayotgan kulkilarini do'rab kulib boqmoqchi bo'ldim. Ammo kulolmaydim. Men xeyli uzoq yillargacha kulolmaydigandek turatdim. Ochiq sovuqqa paltoyim dalda bo'la olmadi. Buningga qo'shilgan shahardan yatsirash sababidan bo'lsa kerak, sal titragandek bo'ldim. Tayfun borni urgan Amerikaning dengiz sahillardagi daraxt shoxlardek shumshaygan edim. Har holda Tim Hortondan chiqqan issiq harorat bilan barmoqlarimni sovuqdan dalda qilmoqda edim. Mening vaqirg'im, qaqoqlab kulgim va bir oz ozodi bo'lg'im bor edi. Ammo unda qila olmadim. Buning uchun vaqt ketadigandak qiladi. Qadamlarim chamdayotgan, badanim yo'tkilayotgan bo'lsa-mu, ammo o'z-o'zimga cho'nqur cho'kmoqda edim. Xuddi dunyo g'avg'olaridan ayrilib, zangarrang dengiz ostiga cho'kkan g'avvosdek. Tuyuqsiz quloqimga bir akkordeonning ovozi keldi. Ishtik o'rilib, yon tarafga qardim. Yo'lning chetida bir kishi akkordeon bilan Katyushaga chelayotdi. Musiqani anglab, qalbim yayrab ketdi. Uning muzikasiga tankash qilib, Katyusha nomli bu naqshini ovozimning boricha aytqim keldi. Ammo unda qilishqa bu yot shaharda jur'at qila olmadim. Chunki akkordeon va Katyusha naqshisi biz uchun to'limi tonish musiqa va tonish naqshi edi. Ichki dunyorim biz qancha avlod etib cho'ng bo'lgan, to'y to'killar bu naqshsiz qizimaydigan muno naqshini aytishga boshladi. Qishingda bir, ko'zingda bir, qachon kelur sentabr? Sentabrning oylarida ko'rishamiz kunda bir. U kishi Katyushani chalmoqda. Ammo men Katyushaga yaqin bo'lgan Siganishka naqsini qalbimda aytmoqdaman. Reallikda chelinayotgan Katyusha bilan qalbimdagi Siganishka o'z ara birlashib, qalbimni larzaga solmoqda. Ko'z oldimda vatan kartinasi namoyon bo'lmoqda edi. Sahar va oqshomda suv sepilib supurilgan chiroyli qo'yli aramlar, namozsham gullari, shildirlab eqiyotgan eriq suvlari, o'stanglar, chaqchaq so'rillari, daryo sohillari, piqiravatgan valislar. Qisqasi, vatanimga oid nima bo'lsa, shu ko'z oldimdan xuddi kino lentisidek o'tishga boshladi. Toronto ko'p madaniyatlik bir shahar. Ey Toronto, senmi bir kun Uyg'urning yurak naqshisini tingshaysan?
she'rlarimiz, hikoyalarimiz va romanlarimiz bilan seni yanama obod qilamiz deb pichirildim bu kuyimchan shaharga ichimda. Dar haqiqat, Torontoda Uyg'urlar xuddi turpan yuzining bo'z qirlarida ancha-muncha uchrab qoladigan yalpizlardek bo'lsa-mu, ammo Toronto sana bir kuni harvikash naqshalarimizni, xon laylolarimizni aytib beramiz. Bizga tava nima bo'lsa, atlas, chimendoppa, duttar tambur, bayroq va muqaddas vatanimizning nomi. Hammasini senda julalandırımız. Şairlar she'rlar bilan, yozuvchilar qalamlari bilan sana va dunyoga sen tonimaydigan yangi bir madaniyatni, yangi bir hayotlik hikoyasini, yangi bir kechmishni so'zlab beradi. Birinchi qism tugadi.